Mashhur pitsa retseptim bugun dasturxoningizda 300 ml iliq sutimizga 1 osh qoshiq droji, 2 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz yaxshilab aralashtirib 100 gram un solib 5 minutga olib qo'yamiz. Keyin 4-5 osh qoshiq yog', bitta tuxum qo'shib, yana ozgina-ozginadan un solib yumshoq xamir holatiga keltiramiz. Asosiy qoida pizzani xamirini yaxshilab mushlash kerak. 1 soat xolodilnikda oshirib olganimizdan keyin ikkita bo'lakga bo'lib, manni krupa sepib, qo'limizda yoyamiz. Jo'vi umuman ishlatmaymiz. Uyingizda pizza qolib bo'lsa, pizza qolibga bo'lmasa, pergament listi ustiga qo'yib qo'yib 5 minut tindiramiz. Ungacha sous tayyorlaymiz. Pomidor, ukrop, chesnok, ziravorlar. Blender qilib pizzani ustiga suramiz. Pizzani ustida eng cho'ziluvchan sir bu Bahadirov va mozzarella sirlari. Bu videoda ko'rsatilgandek uydagi bor masalliqlardan pizzamizni yig'ib olamiz. 80 gradusda 20 minut duxovkaga yuboramiz. Pishishiga 5 minut qolganida yana ustidan sir terkadan chiqarib sovuramiz. Bay. Bunaqa pizza retsept uchun like va kommentariy hammalardan kutib qolaman.